Assalomu alaykum biologiya fanining ixlosmandlari. Biz bugun sizlar bilan Ulutrix o'simligi haqida tanishamiz. Ya'ni Ulutrix bu suvotlar hisoblanadi. Aynan shu Ulutrix suvotini tuzilishi, ko'payishi haqida sizlar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi siz bilan Ulutrix o'zi qanday suvot, qanday tuzilgan, shu haqida tuzilishini aytib o'taman. Birinchi Ulutrixning yadrosi mavjud. Ya'ni yadro mavjud. Bu evkariot hujayra hisoblanadi. Yadro, mana bu yerda qizil bilan berib o'tganman. Bu yadro hisoblanadi. Yadroning vazifasi nima edi? Yadroning vazifasi bu irsiy axborotni saqlash va nasldan naslga o'tkazish hisoblanadi. Keyingisi xromatofor, ikkinchi qismi. Xromatoforimiz mana bu yerda yashil qismda berib o'tganman. Aynan shu xromatoforning vazifasi nima? Birinchi vazifasi bu suv o'timizga yashil pigmentini berib turadi. Shuning uchun ham bizning suvotimiz yashil suvotlar qatoriga kiradi. Ikkinchi vazifasi nima edi? Ikkinchi vazifasi bu fotosintez qilish xususiyati mavjud. Ya'ni aynan shu xromatoforimiz yashil pigment bo'lganligi uchun fotosintez qiladi. Aynan shu xromatoforimizning shakli qanaqa? Shakli belbog' shaklida bo'ladi. Belbog' shaklida bo'lganligi sababli uni belbog' shaklidagi xromatofor deydi. Ulutrixning o'zining shakli qanaqa? Xromatoforning shakli belbog' shaklida ekan. Demak, Ulutrix o'simligimizning o'zining shakli bo'ladigan bo'lsa, ipsimon shaklda deyiladi. Ip qanday edi? Ingichka va uzun edi. Bu ham suv tubiga rizota yordamida birikadi va ingichka va uzun bo'lib davom etib ketadi. To'rtinchi qismi esa bu uning membranasi hisoblanadi. Aynan shu membranasi mana ichida bitta va tashqida bitta, ya'ni ikki qavat hisoblanadi bu Ulutrix o'simligimiz. Bu membrananing vazifasi nima? Membrananing vazifasi esa uni tashqi muhitdan himoya qilib turadi va uni shaklini saqlab turish vazifasini bajaradi. Uning sitoplazmasi ham bor. Sitoplazmasi mana xromatofor atrofida joylashgan. Sitoplazma qanday modda edi? Quyuq, dildiroq, suyuq, shilimshiq modda hisoblanar edi. Biz Ulutrix o'simligimizning yadrosi mavjudligini, belbog'li xromatofor borligini, sitoplazmasi va uning membranasi borligini, Ulutrix o'simligimizning o'zi esa bu ipsimon shaklda ekanligini bilib oldik. Endi u qanday ko'payadi? Ikki xil usulda ko'payadi. Qulay va noqulay sharoitda. Qulay sharoitda u jinsiz usulda bo'linib ko'payadi. Jinsiz usulda bo'linib ko'payganda hujayralar, ya'ni hujayradan zosporalar hosil bo'ladi. Zosporalar tuzilishi qanday? Zosporalar tuzilishi, ya'ni tomchi shaklini eslatadi. Mana bu o'rtasidagi qizil nuqta esa mana bu yadro hisoblanadi. Mana shu yadro va bu to'rt xifchinli hisoblanadi. To'rt xifchinli bo'lganligi sababli uchun ham bu zoospora deb ataladi. Spora so'zi bormi? Demak, bu to'rt xifchinli bo'ladi. Demak, bu jinsiz usulda bo'linib ko'payyapti, zoospora. Keyingisi esa bu noqulay sharoitda jinsiy usulda bo'linib ko'payadi. O'simligimiz, ya'ni suv o'ti uchun qachon noqulay sharoit keladi? Bahorda va kuzda noqulay sharoit tug'iladi. Yozda esa u uchun jinsiz bo'lib ko'payadi, ya'ni qulay sharoit hisoblanadi. Endi jinsiy ko'payganda jinsiy hujayralarimiz suvga chiqadi. Jinsiy hujayralarimiz qanday ko'rinishda? Tomchi ko'rinishda va ikki xifchinli bo'ladi. Bu izogameta deb ataladi. Izogametalarimiz ikki xifchinli, yadrosi mavjud va yashil rangda bo'ladi. Aynan shu izogametalarimiz ikki xifchinli. Gameta o'zi nima edi? Gameta nima ustomiz deydigan bo'lsak, bu gameta jinsiy hujayralar hisoblanadi. Gameta bu jinsiy hujayra hisoblanib, jinsiy ko'payishda ishtirok etadi. Bizda jinsiy ko'payyapti va izogameta hosil qilyapti. Izogametamiz bu ikki xifchinli bo'ladi. Bizda qanday savollar bo'ladi? Ya'ni testga kelganda qadrli abituriyent adashtirib qo'yishingiz mumkin. Diqqat bilan e'tibor bering. Ya'ni jinsiy ko'payganda qanday hujayra hosil qiladi va jinsiz ko'payganda qanday hujayra hosil qiladi degan savol tushadi. Siz testga tushganda adashib ketmasligingiz uchun bitta fishkani o'rgataman. Ya'ni izogameta. Gameta
so'zi qatnashyaptimi? Gameta qachon hosil bo'lardi? Jinsiy ko'payganda. Demak, bu ikki xilchilik bo'ladi. Izogameta bu jinsiy ko'payishda. Jinsiy ko'payishda nechtita xilchin hosil bo'ladi? Aynan shu izogametada bitta O qatnashyapti. Shu O'ni ustiga bitta xilchin qiladigan bo'lsak, ya'ni bitta O qatnashyaptimi? Bu ikki xilchilik bo'ladi. Gameta so'zi qatnashyaptimi? Demak, bu jinsiy ko'payadi. Jinsizda-chi? Jinsizimizda, ya'ni zoosporalar hosil bo'ladi. O harfimiz qani zodagi? Mana ikkita O harfimiz bor. Ya'ni zu nima edi? Zu bu hayvon degan ma'noni bildirardi. Zu so'zida ikkita O bor. Ikkalasiga bitta xilchin chizdim. Demak, bu to'g'ri xilchinlik hosil qilyapti. To'g'ri xilchinli hujayra. Aynan shu zoosporada spora so'zi qatnashyaptimi? Demak, bu jinsiz. Ya'ni S-ga S, jinsizda zoospora hosil qiladi. Zoospora eslab qoling. Endi jinsiz ko'payganda bu to'g'ri xilchinlik hosil qilyapti va suv tubiga kelib o'rnashyapti. Ya'ni suzib yurib, mana bir muddatdan keyin bu suv tubiga tushadi. Aynan shu suv tubiga tushganda bu bitta hujayra edi, bitta. Va bu ikkiga bo'linyapti. Mana o'rtasidan chiziq o'tib ikkiga bo'linyapti. Aynan shu ikkiga bo'linganidan pastki qismidan rizoidlar o'sib chiqadi. Ya'ni ikkiga bo'lindi, pastki qismidagi hujayradan rizoidlar hosil bo'lyapti. Tepa qismdan esa Ulutrix ipi o'sib chiqyapti. O'zi biz rizoidlarimiz nima edi? Rizoid mana. Ya'ni rizoidning vazifasi nima? Rizoidning vazifasi bu ma'lum bir shu suvotni ma'lum bir substratga yoki joyga biriktirib turish. Ya'ni bu rizoid so'zining ma'nosi bu ildizga o'xshash degan ma'noni bildiradi. Rizoidimiz ildizga o'xshash degan ma'noni bildirgani bilan lekin bor. Lekin o'zi ildiz tukchalariga o'xshaydi. Ildiz tukchalari qanday edi? Ya'ni bitta hujayradan tashkil topardi. Bitta hujayradan iborat edi. Bu ildiz tukchalariga o'xshab bitta hujayradan tashkil topgan bo'ladi rizoidlar ham. Lekin rizoid so'zining ma'nosi bu ildizga o'xshash degan ma'noni bildiradi. Jinsiy ko'payganda qanday ko'payardi? Ya'ni bizning jinsiy hujayralar suvga chiqyapti va ular ikkitasi eslab qoling, ikkita jinsiy hujayra qo'shiladi. Qo'shilib turib zigotani hosil qiladi. Zigotamiz qalin qobiqli bo'ladi va u tinim davrini o'taydi. Men so'z boshida aytib ketdim, ya'ni jinsiy ko'payish bo'lyaptimi? Demak, u noqulay sharoitda bo'linib ko'payyapti. Qachon qulay sharoit kelsa, o'shanda ko'payish davom ettiradi. Bu noqulay sharoitda bo'linib ko'paydimi? Ya'ni tinim davrini o'taydi. Aynan shu zigota holatida tinim davrini o'taydi. Zigota o'zi nima edi? Zigota bu urug'langan hujayra hisoblanadi. Ya'ni shu ikkala hujayra qo'shilyapti va zigotani hosil qilyapti. Zigotamiz mana qalin qobiqli va bizni bahor o'tib yoki kuz o'tib turib, qish o'tib, yoz suv iliq, quyosh yetarli va bu suv o'timiz uchun qulay sharoit keldi. Qulay sharoitda nima qiladi? Aynan shu bir donagina zigotadan, ya'ni bir dona hujayradan 4 ta yangi hujayra hosil bo'ladi. Aynan shu 4 ta yangi hujayra suv tubiga tushadi. Suv tubiga tushib, shu bitta hujayra bu ham ikkiga bo'linadi. Tepa qism va pastki qism. Pastki qismdan har doimgidek rizoid o'sib chiqadi. Tepa qismdan esa Ulutrixning ipi hosil bo'ladi. Aziz abituriyent, men diqqat bilan e'tibor bering degan joylarimni qaytadan videoni to'xtatib, yaxshilab eshitib, takrorlab oling. Chunki testda aynan shu joylarga e'tibor bering. Testda aynan shu joylarda sizni chalg'itishi mumkin bo'ladi. Va yana bir eslatma, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Like bosing, kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring va Ulutrix mavzusidan qiynalayotgan do'stingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Xayr, sog' bo'ling va salomat bo'ling.